8. ders Allah yaman kögen bendile. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Tüvende dehtanlağa Abdüveli Qari Rahimahullah'nın derslerden tanınalmana 8. ders Allah yaman kögen kişile degen tiyemizini okuyayımız inşallah. Billahi 8. ders Allah yaman kögen bendile. Bugünkü dersimiz Allah Subhanahu ve Teala yaman kögen kişiler kimler ve Allah Subhanahu ve Teala yaxşı kögen kişiler kimler doğrusuda. Bu iki süpetni evvelde Allah Subhanahu ve Teala yaman kögen kişilerden başlayımız. Çünkü kişi yamanlıktan saklanmılgınca yaxşılıkını kılalmaydı. Ondan taşqırı yaxşılık qilishdan ilgiri yamanlıktan saqlanish kerak. Shuning uchun Allah Subhanahu ve Teala yaman kögen süpetler qaysi bo'lsa biz ondan saqlanishimiz kerak. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın yaman ko'rishidan saqlangan bo'lamiz. Elbette bu süpetlerning yaxshi yaman bo'lishi kishilarning o'lchimida bo'lishi kerak emas. Birer bir yer yüzüdeki kişi özünü yaman demeydi ve özünü yamanlık kılıvatkan kişi de bilmeydi ve özünü Allah yaman köygen kişi demeydi ve özünü Allah yaman köygen kişi demeydi. Kaçan ki Allah'a işengelli bolsa, lekin özü Allah yaman köygen kişi emesmen dep durup Allah yaman kögen kişilerden bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu o'lchamni biz o'zimizning o'lchimida o'lchamasligimiz kerak. Balki Allah Subhanahu va Teala yaman kögen sifatlar qaysi ekanligidan ehtiyot qilmoqligimiz kerak. İmam Buxoriy Abdullah ibn Abbas'dan rivoyat qildiki, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıyordu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Ademlerinin Allah'a yaman körülgeni 3 kısımdır. Birinci, haremde Allah çekligen nersini kılgıcı ve kıl degen nersini kılmagıcı kişi. Harem Allah Subhanahu ve Teala'nın en mukaddes kıygan caylarından biri. Mana Kabe muazzamege bağın orunda, yani Allah'ın belgilemelerini buzgan kişi Allah'a en yaman görülgen kişidir. Şunun için haremge bağın kişi daim hem günahtan saklanışıp buyurulğanğa oxşıgan. Haremge bağın vaqtida özünü Allah'ın hükmüge qattiq amal qilishga urinish kerak. Allah qayturgan narsalardan qaytishda özünü nəhayət mahkam tutish kerak. İkincisi, İslamda cahiliyet yolunu talep qilgıch kishi. İslamni bilib musulmon bo'lgandan keyin, xususan cahiliyet bosqichida yashagandan keyin, İslamning sepiga o'tgandan keyin yana cahiliyet yollarını talep qilgıch kişi Allah'a yaman görülgen kişidir. Misal qilib aytganimizda cahiliyet yollarına qaysi kiradi? İslam yollarına qarma qarshi yollar hammasi cahiliyet yollarına kiradi. Misal millatchilikka da'vat qilish, ya'ni millatchilik islomga emas, balki millatchilikka chaqirish. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milletçilikki çağırgan kişi bizden emas dedi. Ya ki vatanperverlik fikriga çağırgıç kişi. Yani birer bir joyda yashash bilan birlashish. İslamda birlashadigan narsa aqidadir. To'g'ri aqida asosida insonlar birlashadi. Agarchi biri zaminning mashriqida bo'lsa ham İkincisi ziminin mağribida bo'lsa. Ama vatanperverlik
bir joyda yashaganlik bilan birlashish. Bu xuddi hayvonlarning bir qo'roqda birlashib yashaganligidan farqi yo'qdir. Buningda bir joyda yashayotgan kishilarning birlashmasligi kelib chiqmaydi. Bir joyda yashagan kishilar aqida asosida birlashadi. Birlashish vositasi islom aqidasi bo'lmoqligi kerak. Shirik chaqirgan kishi islom keldi, shirik ketdi. Shirik amallariga chaqirgan kishi jahiliyat yo'liga chaqirgan kishidir. İslamda cahiliyet yollarını talep qilguvchi kishidir. Allah subhanahu wa ta'alaga en yaman ko'rilgan 3 turli kishining ikkinchisi shudir. Nihoya, ya'ni biror bir musibat yetgan bo'lsa, otasi, onasi yoki biror qarindishi yoki biror yaqinlar o'lib ketgan bo'lsa, shu odam bütün sifatlarini aytib turib yig'lash. Ovozini chiqarib bir sifatlarini, balki yo'q sifatlarini qo'shib aytib yig'lash. Bu jahiliyat yo'llaridan. İslamda shundoq jahiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga eng yomon ko'rilgan odamdir. Timsol, ya'ni uyiga yoki boshqa bir joyga har xil surat, shakl, haykal shularni qo'yish bu jahiliyat yo'llaridir. Bundaq narsalarni islomni qabul qilgandan keyin yana buni talab qilish Allohga eng yomon ko'rilgan kishilar qatoridandir. Ming afsuski, buni musulmonlarga qaraganda musulmonlarning dushmanlari yaxshi anglaydi. Shuning uchun musulmonlarning uyiga har xil jahiliyat yo'liga sabab bo'ladigan narsalarni chiqarganda, u narsalarning go'zal suratda chiqarilishi bilan u narsalarni setib olib, uyining eng to'risiga qo'yib qo'yish. Mana bu narsa jahiliyat yo'llaridagi hammaylan butlarini eng yaxshi yerlariga qo'yib olgandek, jonliq narsalarning shaklini qo'yish bu jahiliyat yo'lidir. Agarcha u har qancha madaniy tarafdan kelgan bo'lsa ham, qaysi bir inson jahiliyat adolatlarini kuchaytirishni maqsad qiladigan bo'lsa, Allohga eng yomon ko'rilgan odamlardandir. 3-chi yomon ko'rilgan odam nahaq bir kishining qinini talab qilguvchi kishi. Uning ham qinini to'kish uchun musulmon odamning qinini to'kish mumkin emas. Faqat 3 xil holatda mumkin bo'ladi. Birinchisi, turmush qilgan er yoki ayol turmush qilib turib fahishalik qilgan bo'lsa, islom buning qinini to'kishni halol deydi. İslam jazosi uni tosh bo'ron qilib o'ldirildi. Harom bilan lazzatlangan har bir yeri tosh bilan urildi va halok bo'g'ichi urildi. Shu hukmni fatvo qilgan kishi birinchi qitim toshni etib berdi va mu'min kishi shu joyda hozir bo'lganda islomning buyrug'i deb tosh etishi rahimdillik deb atiladi. İkincisi, bir kishi musulmonlikni da'vo qilib turib, bir kishini naha o'ldirgan bo'lsa, qisos ilinib, uning ham qini to'kilishi halol bo'ladi. Uchinchisi, dindan voz kechgan murtad, Alloh saqlasin, musulmon oilada bo'lib, musulmon bo'lgandan keyin islom hukmi barpo bo'lgan vaqtda islomdan o'zining qaytganligini e'lon qilgan murtad bo'lsa, musulmon bo'lib turib, dindan qaytgan murtadning qini halol hisoblanadi. Allohga eng yomon ko'rilgan odamning 3 turlik odam ekanligini Rasul sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindi. Demak, hozirgi sifatlar birinchi. Endi ikkinchi sifat kishilar Imom Tirmiziy Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Jabir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdiki,
Manga yaman ko'rganinglar va qiyomat kuni mendan eng yiroq bo'lganinglar to'li gap qiladigan ko't gap qilish adabidan chiqib ketgan kishilar. Og'ziga nima kelsa gap qilaveradigan kishilar. Behuda so'zlar bilan hayoti to'lgan. Yolg'on gaplarni rostga o'xshatib gap qilgan kishilar. Va mutafayhiqlar dedi. Sahabilar biz qolganini bildik. Mutafayhiqlar kim deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mutakabbirlar, takabburlar dedi. Mana bular manga eng yomon ko'rilgan odam dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini Allah yomon ko'rganligi uchunla yomon ko'rdi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yomon ko'rilgan odamlar Allohga yomon ko'rilgan odamlar bo'lganligi uchun yomon ko'rildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ularning yo'shirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadaqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yo'shirin suhbati buningdan mustasno. Odamlarning maxfiy yoki xos yig'ilishlarining ko'pida yaxshilik yo'q. Faqat shu to'planishda sadaqaga buyruq bo'lsa, shuningda yaxshilik bor. To'planib biror sadaqa bilan yaxshilik qilayli deb to'plansa manfaat bor. Yoki bir yaxshi ishga buyurish bo'lsa, shu to'planishdagi maqsad shariat buyurgan narsaga buyuradigan suhbat bo'lsa, yoki odamlarning o'tirisini isloh qilish uchun to'plangan bo'lsa, shuningda yaxshilik bor. Buningdan boshqa ko'p to'planishda yaxshilik yo'q, birodarlar. Hayotdagi to'planishlarga bir nazar tashlasangiz, ko'p kishilarning to'planishi yemak-ichmak uchun bo'lib qolgan. Biror bir joyda xos to'planish bo'ladigan bo'lsa, faqat yemak-ichmakka bog'langan. Mana bundaq to'planishning ko'pida yaxshilik yo'q. Shuning uchun ba'zi bir haftalik to'planishlar, shuningga o'xshagan to'planishlarda ham biz shuni xos to'planish deb ataymiz. Shuningda biror yaxshilikqa buyuradigan narsani tashkil qilinmasa, undaq to'planishlarning ko'pida yaxshilik yo'q. Nuh alayhissalomning davrida 950 yil da'vat qilish natijasida nihoyat oz kishi iymonni qabul qildi. Qur'onda uning bilan faqat ozgina kishilar iymon keltirdi deyildi. Ba'zi kishilar buni rivoyat asosida sahihmi, sahih emasmi Alloh biladi. 12 kishi iymonni qabul qilgan deyildi. Shu 12 kishi la ilaha illallohni haqiqati bilan tan olganlik uchun yer miqdosida Allah bütün insaniyet için avat qilgan, ya'ni shu 12 kishini salomat saqlab turib, bütün olamni yo'qotib tashladi. Patqoqning ostida qo'ydi. La ilaha illalloh kalimasini aytgan zotlar Allohning huzurida qadrlikdir. Allah ularni dushmaniga xor qilib qo'ymaydi. Dushmaniga mag'lub qilib qo'ymaydi. Qachoniki la ilaha illallohni haqiqati bilan aytib hayotiga tatbiq qila olsa, ammo ming afsuski hozirgi vaqtda hali aytib o'tganimizdek Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davridagi jahil, kofir, mushriklar tushungan la ilaha illallohning ma'nosini hozirgi vaqtda musulmonlar emas, ilmlik musulmon kishilar ham shuni tushuna olmaydi. Tekrar aytamiz. Ular Allohni ba deyishatdi. Allohni rizq berguchi deyishatdi. Yegani Allah rizq berdi deyishatdi. Yegani Allah kainat yerni yaratgan va bizni yaratgan deyishatdi. Yegani Allah kainat
yerini boshqurdi deyishyapti. Mana shundaq deb la ilaha illallohni yaxshi tushunishdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi turishdi. Nima uchun bu kalima ularning saxta obro'ylarini, saxta amallarini hammasini barbod qilgan edi? Bu kalima oliy bo'lsa, hamma saxta ishlar hayotda yo'q bo'ladi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasul sallallohu alayhi vasallamdan mundaq deganligini angladim. Alloh subhanahu va taolo inson farzandiga xitob qilib, ey inson farzandi, agar zumin to'shqincha gunoh bilan kelsang, menga hech narsani shirik keltirmagan holatda kelsang, men sana zumin to'shqincha mag'firat bilan uchrashiman degan. Agar shirikdan salomat bo'lsa, Alloh xolisa gunohlarni kechirdi. Mana bu hadisda zumin to'shqincha xatoliklar bilan uchrashsang, men zumin to'shqincha mag'firat bilan uchrashiman deydi. Ammo Allohga hech narsani shirik qilmaslik shart qilindi. Ammo shirik bo'lsa, kechasi turib ibodat qilib yig'lagan, kunduzi nafl ro'za tutgan, bu amallar hammasi barbod bo'ladi. Buningda ham shak shubha yo'q. Shuning uchun bizning hayotimizda ba'zi bir oddiy shaklda shirik amallarga giribtor bo'linib qoladigan ba'zi bir narsalarga azlib o'tmoqchiman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shirikdan ummatlarga nihoyat qo'rqdi. Shu shirikning qattiqligi haqida biz yana shu narsani bilsak, shu hadis sharifdan biz o'zimizga xulos chiqarib olsak bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Burayda radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisni oyati shifo o'qish faqat ko'z tegishdan yoki zahardan yoki qon kesildan durust bo'ladi. Alloh xolisa bu hadisning sharhini sal turib qilamiz. Ya'ni ruqiya deb dam silishni aytamiz. Qur'oni Karim bilan dam silish haqida yoki mutlaq odamlarni duoxonligi islomda dam silish yo'q degan ma'noni ilinganda faqat duoxonlik bundaq narsalar qilinmaydi. Ko'zdan ham qizitma bu narsadan dam silindi. Shu vaqtda bu kishi anglagan narsada cheklangan kishiga Allohning yaxshiligi bo'lsin. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadisni keltirib, "Menga barliq ummatlar tanglandi. Men ba'zi payg'ambarni bir to'p jamoa bilan ko'rdim. Ba'zi payg'ambarni bo'lsa bir ikki kishi bilan ko'rdim. Ba'zi payg'ambar bilan hech kishi yo'q. Uni yolg'izlik ko'rdim. Ya'ni uning bilan bir iymon etgan, ergashgan kishi yo'q ekan. Tuyuqsiz menga nihoyat cho'ng jamoa ko'langisi ko'rindi. Men ularni mening ummatimniki deb gumon qilib tursam, menga bu Musa va uning qavmi deyildi. Lekin sen ufqqa qara deyildi. Men qarasam, nihoyat cho'ng jamoatlar qarsi ekan. Qiyomatgacha bo'lgan ummatning ichida agarcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq mustahkam turib ergashgan ummatlar oz bo'lsa ham, qiyomatgacha bo'lgan vaqtning ichida albatta ko'p bo'ladi. Ondan mana bu sening ummating, ular bilan birga jannatga
hesapsız, azapsız kirdigan 70 bin kişi vardır. Kıyamette hesap vermeydi. Kabir azabını köymeydi. Şu vaqtda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyler kirip ketdi. Kişiler bu 70 bin kişi kimkin dep izlenişti. Bazılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen hem işte şirik bulup billi boğan kişiler boz gerek dedi. Bazılar belkim ula İslam'da tuğulup Allah'a hiç nersini şirik keltirmegenler boz gerek. Hayatıda şirik emeli uladın sadır bulmagan kişiler boz gerek. Yani evvel müşrik bulup keyin İslam keltirgenler emas, tuğulganda İslam devrida tuğulup pak hayat geçirgen kişiler boz gerek. Ve bir neçe nesillerini eski ilip etişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve sahabeler sözlerinden haber kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 70 bin kişi dua xanlıqını talep qılmasdan yaşagan kişi. Bu kişiler ayeti şifa okumaydı. Hem okutmaydı. Otda dağlap mı davalaşmaydı. Ve la yektun bedenini köydürüp davalamak Allah. Bu köydürüp davalaş, İslam kişileri de köydürüp davalaş kem tepildiğen. Bunu şeriat çeklevatqını yok. Lekin köydürüşke razı bulmagan kişiler, bedenini köydürüp davalamagan kişiler, şumpal almaydı. Pal kaldırmaydı. Yani her xil narsalardan şumlanış hammamizga ma'lum. Bu turibdi uy vayron bo'ladi. Bu turibdi yo'l yo'q bo'ldi va hokazo shunga o'xshash shumlanmaganlar. Lekin bu insonning qalbiga kelishiga Alloh subhanahu va taolo hisob qilmaydi. Shu narsaga shumlanib amal qilishi islomga ziddir. Ular faqat hamma ishlarda Rabbiga tavakkul qiladi. Shu vaqtda Ukasha ibn Mihsan degan sahabalardan biri o'rinda turib, "Men shu 70 bin kishining biri bo'lay, duo qiling" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Siz shulardan" dedi. Boshqa bir kishi turdi. "Meni ham 70 bin kishining biri bo'lishimga duo qilsizlar" deganda, Ukasha sendan burun bu o'rinni egallab oldi deb qo'ydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bundan keyin javob qilmag'ini, buningdan keyin yana bir kishi turishi mumkin, uningdan keyin yana bir kishi turishi mumkin. Shuning uchun ham shu savolning avvalida to'sib qo'ydi. Bu hadisda hatta sahabeler birinchi qitim Allohga hech narsani shirik qilmagan kishilar bo'lsa kerak deb shirikning qanchalik yomonligini, hatta jahiliyat davrida bo'lsa ham yomon bo'lsa kerak deb tushunganligiga dalolat qiladi. Biz ba'zi bir hayotimizda bo'lgan shirikka to'xtalib o'tamiz. Hali aytib o'tgan hadis sharifda ko'z tegish va qizitmadan dam silish Qur'on Karim oyati bo'lsa, sahabalarning ba'zilari bunga ruxsat bergan. Ba'zilari mutlaq ruxsat bermagan. Abdullah ibn Mas'ud ruxsat bermagan sahabalardan hisoblandi. Abdullah ibn Mas'udning ruxsat bermaganligi ulamolar bunga ko'rsatma berib, Qur'oni Karim bilan duo qilib tumor isilishi bara boshqa narsalarni qilib ketishi mumkin deb buningdan ehtiyot qiladi. Lekin aslida kitob va sunnatda ko'pchilik ulamolarning fikrida ko'z tegish va qizitmaga Qur'oni Karimdan dam silish yoki tumor qilish cheklanmagan. Ba'zi sahobalar cheklagan. Mana bu narsaning farqini bilib olishimiz kerak.
shirik jumlasidan uzuk va yip shuningga o'xshagan narsani baloning ko'tarilishi uchun yoki baloning oldini olish uchun taqash shirik jumlasidandir. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytqinki, agar Alloh menga biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, uni dab'i qilishga ya Alloh menga rahmat qilishni iroda qilsa, uni to'sib olishga Allohdan boshqa sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar qodir bo'la olamdi? Menga aytib beringlarchu. Aytqinki, menga Alloh kifoyadir. Tavakkul qilguvchilar uningga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kishining qo'liga mis uzuk selib olganligini ko'rib, uningdan "U nima?" deb so'radi. Bu odam "U og'riq pasaytgich" dedi. Ko'pincha tiyublarning qarshisida ba'zi og'riq yetgan tomirning og'rishining oldini olish uchun buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni elivat arab tilida ojizlik degan ma'noda. Bu badaningni ojizlashtirishdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi. Agar kasallanib qolsa, mayli agar shu halqa sening qo'lingda bog'langan holatda o'lsang, hergiz nicat topolmaysan. Ya'ni bu shirkka ishora qiladi. Demak, bir kishi o'zining qo'liga biror bir narsani bog'lab olsa, halqa yoki yip shuningga o'xshagan narsalarni bu bir da'voga tava bo'lmasa shirkdir. Agar shu narsa uning ustida turgan holatda o'lsa, hergiz nicat topmaydi. Uqbat ibn Amir radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar bir kishi tumor taqib olgan bo'lsa, Alloh ishini butkizmasin. Agar xotirjam bo'lish uchun taqgan bo'lsa, Alloh xotirjam qilmasin dedi. İxtilofli narsani dastlab aytib o'tdik. Shu narsa bilan birga tushunish kerak. Ba'zi rivoyatlarda kim tuma esib olsa mushrik bo'libdi degan. Hudayfatul Yamani radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bu kishi qo'lida yip bog'lab olgan odamni ko'rdi. Bu yipni qizitmadan saqlanish uchun bog'lab oldim degan. Bu yerda o'ltirganlar hayron bo'lishi mumkin. Kishining johilligi shu yerga bordiki, bir yipni qizitmadan saqlanish uchun bir yipni bog'lab olib, shundoq johil odamlar bo'lgan ekan deb o'ylab qolishi mumkin. Hozirgi vaqtdagi johillik ham uningdan kam emas, birodarlar. Hozirgi vaqtda ko'z tegmasin deb ishga qiqib qo'ygan taqa. Bu yip bog'lash buningdan ortiq johillik emas. Masalan, ko'z tikani qo'yib qo'yish. Bu narsa muboda bir kishi kelganda ko'ziga kirib ketsin, ko'z o'yilib ketsin desa to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, shu bir kishi borganda adibini yesin desa mumkin. Buni to'g'ri deb tushuntirish mumkin. Lekin shu at eshaklar siysiz ziyon yetkazolmaydigan yerda turgan tikan ustiga chiqish bilan butun odamlarning ko'z tegishidan saqlaydi deyish, bu yip bog'lagandan jahilroq ish. Uzib tashlag'in dedi. Ularning to'lisi Allohga shirk keltirib turib ishinidir. Ve Allah subhanahu wa ta'alaning bu oyatini o'qidi. Ko'pchilik birodarlar, ko'pchilik
Allah'a iman keltirdim deydi. O'zi mushriklikdan xabarsiz yoki biror kishi xabardor qilsa tan olmaydi. Dersimizning dastlabida dam selish va tumor haqida alohida to'xtalib o'tamiz dedik. Tumor nima? Tumor Qur'oni Karimda mansur duolarmi, mansur emas duolardanmi hammasidan to'plab xohlagan narsalarni yezib, o'qilgan duo yoki yezib shuni eslangan narsa. Buni tumor deymiz. Kibr haqida bir az to'xtalib o'tishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo kibrni mutakabbir bo'lgan kishilarni yomon ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomon ko'rdi. O'zidan eng yiroq bo'lgan odamlar, o'ziga eng yomon ko'rilgan odamlar. Shular dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kibrni o'zlarining hadis shariflarida shunday ta'rifladi. Qalbida urug' miqdoricha kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Qaysi urug' bo'lsa ham bir urug', hamma narsaning urug'i kichik bo'ladi. Cho'ng daraxtlarning urug'i ham kichik bo'ladi. Bir urug' miqdorida kibr qalbida bo'lgan odam qalbga bog'layotdi. Demak, kibr qalbda bo'ladigan narsa ekan, dedi. Shu vaqtda bir kishi aytdiki, bir kishi haqiqatan o'zining kiyimi va oyog'ining chiroyli bo'lishini yaxshi ko'rdi, dedi. Sahobalar bir so'zni anglasa ta'sirlanadi. Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'rdi. Ya'ni bu kibr emas, dedi. Kibr haq gapga unamaslik, kishilarni ko'zga ilmaslikdir. Agar bir kishi haqni ko'rsa, ergashmasa, takabbur bo'ladi. Agar uningga hujjat oshkori bo'lsa, uningga taslim bo'lmasa, takabbur bo'ladi. Demak, takabbur bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan odamga aylandi. Agar odamlarni kamsitsa, hozir aytib o'tganimizdek, ba'zi o'zini aqlli sanaydigan nadonlar borki, Allohning huzurida oliy martabada bo'lgan insonlarni kamsitdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarida chochlari chuvuq, to'pchang bosgan, yozliq va qishliq ikki kiyimi va bakmi ko'nrab ketgan, yamoq kiyimlarni kiyib oladigan, kasi qarshi ilinmay yiroqqa ittiriladigan bir turkum kishilar bor bo'lib, agar u Allohga qasam qilsa, Alloh uning duosini darhol ijobat qilib, qasamiga vafo qildirdi. Ya'ni bir kishini kiyimining oddiyligi bilan kamsitish kibrdir. Yoki o'zining ixtiyoridan ortiq sifat bilan kamsitish kibrdir. Demak, islom adabi shuki, biz biror kishini biror sifat bilan ayblamasligimiz kerak. Faqat Alloh shu sifat bilan bir kishini yomon ko'rgan bo'lsa, biz ham shu sifat bilan uni ayblamasligimiz kerak. Ya'ni shariatning buyrug'ini qilmagan kishini Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rdi. Biz ham yomon ko'rmakligimiz kerak. Ammo masalan, Allohning mahluqotidan bir kishini hozirgi aytilgan sifatlar bilan yoki dunyo ishini bilmaganlik, oddiy soddaligi bilan yoki uning martabasining ustun bo'lmaganligi bilan kamsitish, bu Alloh subhanahu va taolo mutlaq yaqinlik hosil bo'lmaydigan amaldir. Mundaq sifat bor kishiga Alloh subhanahu va taologa yaqinlik hosil bo'lmaydi, birodarlar.
Üçüncü, Allah zalimlarni do'st tutmaydi. Demek Allah subhanahu ve teala zalimlarni do'st tutmaydi. Zalim nima? Shirk keltirish hakikaten zor günahdır. Shirk en çok zulüm. Shirk emelini qilgan odamni Allah yaxshi ko'rmaydi. Buningda shak shubha yo'q. Allohning payg'ambarlarini qabul qilmaslik, Allah tarafga da'vat qilgan kishilarni qabul qilmaslik, ularga qarshi jang qilish, Allah tarafga da'vat qilgan kishilarga düşmanlikni tiklash. Mana bularni Allah subhanahu wa ta'ala zalim dedi. Kafirlar payg'ambarlarga sizlarni ziminimizdan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Robbi mundaq vahiy qildi. Zalimlarni cho'qim halok qilamiz. Demak, payg'ambarlarning yo'lini qabul qilmaslik zulmdir. Shaytonga bo'ysunish zulmdir. Qur'oni Karimda ish bitganda, ya'ni hisob tugab, jannatilar bilan davzaxiylar ayrilib bo'lganda, shayton Allah haqiqatan sizlarga itoat qilguvchini mukofotlash, osiylik qilguvchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin terilish, savob, jazo deganlar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufrga, gunohga, zo'rlig'idek hukmronligim bo'g'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib qutqiza olmayman. Sizlar menga yordam berib qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda shirik qilganliklarini e'tirof qilmayman. Shubhisizki, zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. Allohning oyatlarini yolg'on deyish. Nauzubillah. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidinmi zolim odam bormi? Allah tushirgan hukmdan boshqa hukm bilan hukm qilish zulmdir. Qaysi bir kishi Allohning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilsa, uning ko'rinish qandoq bo'lishidan qat'iy nazar zulmdir. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Allah yomon ko'radigan sifat Allah tushirgan hukm bilan hukm qilmaslikdir. Qur'oni Karimda Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Biz buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Allohga yolg'onni nisbatlash, Allohga yolg'on choplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim odamlar bormi? Allah harom degan narsani halol deyish, halol degan narsani harom deyish Allah subhanahu va taologa yolg'onni nisbatlashga kirdi. Mana Qur'oni Karimda og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Allohga yolg'onni o'ydirish deb yod qilindi. Allohga yolg'onni o'ydirish deb yod qilindi. Allah subhanahu va taologa Allah saqlasin, xususan ahli ilmlarni, oyat hadisdan ozg'ini bilgan kishilarni Allohning oyatlarini ma'nisidan boshqa ma'no berish, mana bu narsa ham
Allah subhanahu wa ta'alaga yalganını böhtan qilish cümlesi kirdi. Ayetlerimni azroq pulga setib etmanglar degan oyatning tafsirida ahli kitoblar Tevrat, İncilni o'zlarining ra'yiga qarashiga burab ketganligi uchun va sultonlar oldida va boshqalar oldida martabaga erishib olish uchun inchikroq qilib aytganimizda sultoncha tafsir qilib berganligi uchun Allah subhanahu wa ta'ala mening oyatlarimni azroq pulga sotmanglar dedi. Allah subhanahu wa ta'ala chegirlab qo'ygan belgilemelerge tecavüz qilish zulümdür. Aqida, ibadet, şeriat, kanuni, ahlak bu sahada Allah subhanahu wa ta'ala bir chegir qo'ydiki, u chegirdan o'tishga bizning haqqimiz yo'q. Kim buningdan tecavüz qilgan bo'lsa, zulm qilibdi. Allah zulm qilganlarni yaxshi ko'rmaydi. Allah mana bu ayet talaq haqqida kelgan. Qayta yarışishga bo'ladigan talaq 2 qitimdir. Undan keyin xotinini chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan, ya'ni zulm qilmay, yomon gapini qilmay, kishilarni undan yiroqlashtirmay qo'yib etish lozim. Ya'ni hudud belgileme. Hamma narsaning belgilemesi bor. Oilaviy hayotda bir belgileme bor. Allah subhanahu wa ta'ala mehrini ajrashgan vaqtda ilib olmaslikka belgileme chiqadi. Mana shu oyatning o'zida Allohning belgilemelariga rioya qilmaslik xavfi, ya'ni yaxshi o'tmaslik, Allah belgilagan er-xotinlik huquqlariga rioya qilmaslik xavfi bo'lmasa, o'zinglarning ayollaringlarga mehr uchun bergan mol mulkdan hech qanday narsani qaytarib olish durust bo'lmaydi. Mana shu oyatdan keyin keladi. Belgileme qilib qo'ydi. Ailevi birga nikahlanishda belgileme bor. Ajrashishda belgileme bor. Mana shu belgilemelerden zikr qilingan o'rinda ana shular Allohning belgilemeleridir. Unaga xiloflik qilmanglar. Allah'ın belgilemeleriga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. Ailevi belgilemening o'zida boshqa belgilemelarni qo'ying. Siz hokim bo'lgansiz, uyda zo'ravon bo'lgan. Ailevi huquqlardagi shu yerda sizning gapingiz gap bo'ladigan o'rinlarda Allohning belgilemeleriga xiloflik qilguvchilar zolimlardir. Mana bu joyda aytilganligi boshqa belgilemelerde qarshilik ham bo'ladi. Lekin oilaviy belgilemedichu siz uyda hokimsiz. Mana bundaq o'rinda ana shular Allohning belgilemeleridir. Unaga xiloflik qilmanglar. Allohning belgilemeleriga xiloflik qilguvchilar zolimlardir dedi. Allah subhanahu wa ta'ala siz uyda qarindoshlar o'rtasida so'yimlik bo'lishingiz mumkin. Belgilemelerden besib o'tgan holatingizda sizdan qo'rqqanligidan, lekin Allah subhanahu wa ta'ala zolimlarni do'st tutmaydi dedi. Mana bu joyda insonni taqvo saqlamasa, boshqa hech narsa saqlay olmaydi. Başka joyda qarshilik kuch bilan yengilish mumkin. Ammo siz hokim bo'lgan oilada belgilemelerga bo'ysunish, Allah qalbiga taqvolik bergan kishiga nasib bo'ladi. Havoga ergishish zulmdir.
Allah'ın şeriatini koyup havaga ergişiş. Eğer ular sana cevap vermese, bilgin ki ular fakat özlerinin nefs xahişleriga ergişidi. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nefs xohishiga ergashgan kishidimi azg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Zulm jumlasidandir. Yana insonga Allah subhanahu taolaning oyatlari eslatilsa, bu eslashni xohlamasa, Rabbining oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidan bu zolim kishi bormi? Mana bu narsa ham zulm jumlasidandir. Musulmon kishini masxara qilib kulish zulmdir. Uni ixtiyoridan sirt bo'lgan sifatlar bilan sifatlab masxara qilib kulish hammamizga ma'lum. Allah subhanahu wa ta'ala ey mu'minlar, bir qavm yana bir qavmni, ya'ni bir jamoa yana bir jamoani, bir odam yana bir odamni masxara qilmasin. Masxara qilingan qavm Allohning nazarida masxara qilg'uchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxara qilishmasin. Masxara qiling'uchi ayollar Allohning dargohida masxara qilg'uchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayiblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirishmanglar. Iymondan keyin fisqi bilan atash, ya'ni mu'minni fasiq deb atash nima degan yomon? Bundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Allah subhanahu wa ta'ala yomon ko'rgan sifatlardan biri kufr. Allah har bir noshukri, ya'ni jazonini halol sanag'uchi gunohkorni do'st tutmaydi. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kafirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilgan va payg'ambarlarga osiylik qilganlarni do'st tutmaydi. Allah subhanahu va taolo kufrni va kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. Kufr insonni jinoyatga ilib bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya'ni ming afsuski, mana shu so'zni aytish hammamizga qiyin va ichinarliqki, mendan keyin ba'zanlarning bo'yniga qilich urish bilan o'zaro jang qilishib, kofirlarga qaytib ketmanglar. Kimlarga? Sahobalar aytdi. Shu sahobalarning ustidan shuningdan g'am qildi. Butun ixtilof ko'z qarash, ijtihoddagi ixtilof emas. Bu mazhablardagi ixtilof emas. Bu ixtilof ummatga rahmatdir. Ammo bir-biriga butunlay qarshi bo'lib ketadigan ixtilof Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning kufrga boshlab boradigan yo'lning boshlanmasi ekanligiga ishora qilib, mendan keyin ba'zanlarning bo'yniga qilich urish bilan o'zaro jang qilishib, kofirlikka qaytib ketmanglar dedi. Hozir aytgan ixtilofga giribdor bo'lgan xalqlar Alloh subhanahu va taoloning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qildi. Ular din to'g'risida davomli ixtilof qilishchilardir. Faqat Rabbingning rahmatiga erishganlar buningdan mustasno. Demak, ixtilofda qolgan kishilar hammasi Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qilindi. Allah subhanahu va taolo tajovuzchilarni ham yaxshi ko'rmasligini bayon qildi. Allah haqiqatan haddidan oshquchi qavmni do'st tutmaydi. Tajovuz, haddidan eshishning shakli ko'pdir. Birinchi, tajovuz islom jihodida
ham Alloh subhanahu va taolo jihodni farz qilgan bo'lsa, shu farz qilgan jihoddagi tajovuzni ham chekladi. Tajovuz qaysi? Alloh o'zining yo'lida jang qilishga buyurilgan o'rinda ham sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar. Tajovuz qilguvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Musulmonlar bilan jang qilgan kishilar bilan Alloh yo'lida jang qilishga buyurilgan o'rinda ham tajovuz qilishdan to'sdi. Tajovuz bu narsa jihad qilmaslik degan emas, birodarlar. Jihad Allah subhanahu wa ta'alaning farzi. Şu cihatta hem Müslümanların tarihiga nazar tashlansa, xususan sahabeler, tabiinlar jihadiga nazar tashlansa, birerisi tajovuz qilmadi. Meşru İslamda belgilengen kanun her bir amalda İslam belgileyen narsani haddidan oshirib o'tish ham tajovuz jumlasiga kirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duada ve taharette haddidan oshirib o'tadigan kishilarning xabarini berdi. Yani shundoq odamlar keladi-ki, duada ve taharette haddidan oshirib o'tadigan kishilar keladi dedi. Misal qilib aytganimizda, duadagi tajovuz haddidan tashqari uzun dua qilish. Yağmur talep qilishga o'xshash cho'ng yig'ilishlarda uzun dua qilish mashru bo'lgan. Lekin davomli shaklda uzun dua qilish bo'libmi, bizning taraflarda ko'p yo'lga qo'yilib ketgan har bir odamning birdan dua qilib chiqish. Bu duoda tajovuz qilish. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duoda haddidan oshirib o'tadigan bir qavm keladi dedi. Taharetdeki tajovuz shuki, belgilengen narsadan o'tib ketish. Qo'lni 3 qitim yuyish sunnat. 3 qitimdan ko'p yuyish sunnatga xilofdir. Bu tajovuzga kirdi. Hatta masalalarda shu borki, bir kishi qo'lini yuvgan vaqtida bir qitim beg'ish bilan qo'shib yuyish farz bo'ladigan bo'lsa, 3 qitim yuyish sunnat. Endi 2 qitim yudimmi, 3 qitim yudimmi deb ikkilanib qolsa, 3 qitim yuvganning fikrini elib to'xtatsin. 2 qitim bo'lsinki, 4 qitim bo'lmasin. Chunki 4 qitim yuyish bid'at. Shuning uchun fiqh olimlari tajovuzdan saqlanishga shu masalalarni chiqarganki, shu islom ro'yi asosida Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tajovuzdan to'sqan deb shunday hukm chiqargan. Allah subhanahu va taolo halol qilgan pok narsalarni harom qilish. Bu ham tajovuz. Ey mu'minlar, Allah sizlarga halol qilgan pok narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzidan o'zinglarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah çektin aşıqçılarını hakikaten dost tutmaydı. Bizning dinimizdek pak narsalarni halol qilgan din yo'q, birodarlar. Nasaralarning dinida tarki dunyolik qilib butun dunyodan voz kechib, yaxshi shirin taomlarni yemaslik bilan katta daraja hosil qiladi deb tushuntirildi. Nasaralarning yiroq yaqin tarixida ularning peshvolarining 10 yil yuyunmaganligi tilga ilindi. Ilohga yaqinlik hosil qilaman deb 10 yil yuyunmagan. Ularning tanlagan yo'llarida İsa alayhissalom bundaq yo'lni ilib kelgan emas. U kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan islomni ilib kelgan. Qanchalik yuyunmasa, qanchalik nopok bo'lib, qanchalik shirin yemekliklardan o'zini cheklagan siri shunchalik yaqinlik hosil bo'ladi deb tushuntirildi. Allah subhanahu va taolo mana bu yerda
Allah sizlarga halol qilgan pok yemekliklarni harom qilmanglar, haddinglardan oshmanglar. Allah haddidan oshgan kishilarni do'st tutmaydi dedi. Haqiqatan Allah isrof qilguvchilarni do'st tutmaydi. Allah yomon ko'rgan sifatning biri isrofdir, birodarlar. Ey odam bolalari, her namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qiluvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Allah subhanahu va taala yeyishga, ichishga buyurish bilan birga isrof qilishdan to'sdi. Qur'on istilohida isrof qilish so'zini buzg'unchilik so'zi bilan barobarlashtirdi. Zaminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda isrof so'zini ma'nosi bilan ham ifodaladi va isrof qilguvchilarni shaytonning birodarlari dedi. Tuqqanga, miskinga, ibn sabilga xayr saxovatdan haqqini bergin. Pul melingni noto'g'ri yo'llarga isrof qilmagan. Isrof qilguvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Şeytan Rabbiga to'limi kufroni ne'mat qilgan edi. Hatta haqni o'tayotgan vaqtda isrofdan to'sdi. Hattoki islom o'zidagi bahonasini berishni isrof dedi. O'zidagi bahonasini Rasulullohga elib kelgan, imkoniyati yetganligi narsani elib kelgan kishini isrof dedi. Lekin ma'lum o'rinlardan boshqa o'rinda. Abu Davud Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida o'ltirgan edik. Bir kishi tuxumchilik oltinni elib keldi. Ya Rasululloh, men bu narsani kondan topdim. Buni iling. Sadaqa. Buningdan boshqa narsam yo'q. Bor bo'lgan narsam shu deb berdi. Şu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzini o'rib oldi. Buningdan boshqa narsa yo'q deb berdi. O'ng tarafdan kelib ham shundoq dedi. Sol tarafdan kelib shundoq dedi. Hammasida yuzini o'rib oldi. Buni eling, buningdan boshqa narsam yo'q deb berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni elib g'azab bilan otdi va aytdiki, sizlarning biringlar banasini elib kelib bu sadaqa deydi-da, hech narsa qolmagandan keyin muhtoj bo'lib odamlardan so'rab o'ltirdi. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda o'zining banasini berishni ham isrof dedi. Buni tushunish uchun bir kishi banasini hammasini berib ko'rib beqish kerak. Hammani bergandan keyin o'zi muhtoj bo'ladi-da, uni ko'tara olmaydi. Ondan boshqalardan so'rashga muhtoj bo'lib qoladi. U muhtojlikdan ko'ra banasining ozroq qismini berib, muhtojligini bildirmagani afzal. Biror kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu Tabuk g'azotida hamma narsani elib keldi-ku deb e'tiroz bildirishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar Abu Bakrning iymonini zimin ahlining iymoniga selishtirilsa, Abu Bakrning iymoni yuqori turdi degan u kishi bersa ham muhtojligini bildirib so'raydigan kishi emasdi deb shundoq javob bersak to'g'ri bo'lsa kerak. Vallohu alam. Kishilardan mensitmaslik bilan yuz o'rmagin. Zaminda g'odib ma'mag'in. Allah haqiqatan hakovur o'zini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari
zimində özlərini tövən tutub təmkinlik bilan maڭıdı. Ya'ni özüdə takabburluq belgisini ko'rsatmasdan yurishga harakat qilish kerak. Allah subhanahu va taolo hayoti dunyoni o'yin kulka, zinnat ekanligini bayon qilib, o'tirda faxrlanadigan narsa ekanligini bayon qilib, Allah subhanahu va taolo mundaq faxrlanguchi, shundaq sifatdagi kishilarni yaxshi ko'rmaydiganligini bayon qildi.